yoshingiz 35 yoshdan yuqori va follikula zaxariyasi pasayib ketgan yoki turmush o'rtog'ingiz bilan soppa sog'lomsiz tekshirganda, lekin bir necha yildan beri farzand bo'lmayapti. Immunologik bepushtlik bormi? Yoki adenomyoz, endometrioz bormi? Yengil formalarda bir necha yildan beri bo'yingizda bo'lmayaptimi? Yoki sizda polikistoz tuxumdonlar va stimulyatsiya effektsiz yoki bir necha marta, 3 marta va undan ko'proq nutromatочная inseminatsiya, ya'ni bachadon ichi inseminatsiya qildingiz, farzand bo'lmayapti. Yoki ikkala bachadon naylar ham yopiq, yoki turmush o'rtog'ingizni sperma, ya'ni urug'i pasayib ketgan. Unda siz albatta eko variantini ko'rib chiqishingiz kerak. Vaqtingiz yo'q, azizlarim, shoshilish kerak. Turmush o'rtog'ingiz bilan reproduktologga uchrashishingiz kerak. Oliy toifali akusher-ginekolog, reproduktolog, xirurg Qobulova Gulbahor Pirimkolovna. Sog' bo'lingizlar azizlarim.